Koreyada labga qanoq qilib botoks qilishiga qiziqadiganlar bo'lsa, shu videoni ko'ringlar. Men umrimda birinchi marta botoks qilib ko'rishim, bilmayman og'riydimi, og'rimaydimi. Ko'cha juda ham issiq bo'lganligi uchun bitta qo'shon ishlatib yengilgina makiyaj qilib oldim. Har safar ko'chaga chiqishimdan oldin Karis qaynokamga aytib qo'yishim kerak, chunki agar u ham ko'chaga chiqib ketadigan bo'lsa, derazalarni yopmasdan ketadigan bo'lsa, Karis qaynonamdan u emas, men so'kish eshitaman. Karis erimni shkafini bo'shatib, o'rniga o'g'limni kiyimlarini chiroyli qilib taxlab qo'ydim. O'g'limga kichkina bo'lib qolgan kiyimlarini boshqalar bilan ulashmoqchiman. Bu haqida yana alohida video qilib chiqaraman. Katta naushnikimni zaryadi past bo'lganligi uchun kichkinasini ham oldim. Metroga tushishdan oldin kartada qancha pul qolganini tekshirib olaman. Hamshira kiyimingizni almashtiring deb chiqib ketayotgandi. Yo'q, kameralarni yopib bering deb aytdi. Bular sal g'alatiroq ekan. Kamera bor joyda kiyimingizni almashtiring deb chiqib ketishini qaranglar. Xullas, chapga qaradim, o'ngga qaradim, to'g'riga qaradim. Oxiri asalariga labimni chaqtirib oldim va boshqa qaytib qilmaslikka tavba ham qilib yubordim.